Leksimizni başlaymiz, hürmetlik vatandaş. Bugünkü islağa 2021 yıl 2 ayının 22 günü karşılanmaz. Rusya Federasyası'nın Taşkı İşler Ministeri Sergey Lavrov Efendisi'nin Beijing sefer kılışınızı, Beijing ziyaret kılışınızı karşılanmaz. Biz Uygurlar karşılanmaz. Çünkü şundak aytay ki, buramkı bu vazife Alyaski söhbetide orlaştırılır. Hazır söz aytqanlık şeylerin şundak bir cümle var, onu taşrif ettik. Boldu Sergey Lavrov doğrusu artık sözlemeyimiz. Vatandaşlar demiş, taşrif ettik. Kısalardı sözlep olduk kısmen onu. Sözlep olduk. Lakin deydiğen gibimiz demediyse hazır Xaçingin hanımda talep kıldık. Şundak orlaştırırsınız dedik. Vatandaş, bunun nemi deyilgendisiniz? Yakından biri 3 devlet. Rusya Federasyası, Amerika Qo'shma Halk Cumhuriyeti o'zaro bordi keldi munosabatlar ko'payib ketdi dedi. Bu yerda men o'zimning fikrida qolaman. Masalan, hozir davlat darajalik amaldorlar, masalan Amerika Qo'shma Shtatlari, Rusya Federasyasi o'rtasida bunday bordi keldi yo'q. İhtimal baş elçi dercilik amaldorlarning bordi keldisi bo'lishi mumkin. Lekin Xitoylar bu yer shunaq debdi. Şunu men sizga yetkazib qo'ydim, lekin butun maqolani jarayonni o'qimasam bo'ldi. Sababi hozir leksiyada so'zlab bo'ldim asosiyatda. Lekin sizlarga so'zlaydigan bundaq bir leksiya bor. Uning mavzusi bundaq hurmatli vatandosh. Davlat ishlar kotibi Antony Blinken NATO'ni ziyorat qilib, Yevropa ittifoqi bilan birlikda Jungoning xrislariga taqobil turishni muhokama qildi. Mavzuda xabar 3 ayning 22 kuni Amerika ovozidan Xitoy programmasi e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Amerika Qo'shma Shtatlari davlat ishlar kotibi haftaning birinchi kuni, ya'ni 3 ayning 22 kuni Belgiya Brusselga berib, Jungoning xrislariga qanday taqobil turishdan iborat eng zo'r masalalar bo'yicha NATO'ga a'zo ittifoqdosh davlatlar tashqi ishlar ministrlari bilan suhbatlashdi. Davlat ishlar kotibi Antony Blinken elila Jungoning yuqori darajalik amaldorlari bilan suhbatlashib, ikki taraf ba'zi zo'r masalalarda taqmataq elishdi. Davlat ishlar kotibi Antony Blinken safarga chiqishdan burun Davlat mahkamasi Yevroosiyo ishlariga mas'ul vaqtlik yordamchi davlat ishlar kotibi Philip Reker bu, ya'ni mushqatamqa safar davlat ishlar kotibi NATO'ga a'zo har qaysi davlatlar tashqi ishlar ministrlari bilan NATO'ning 2030-yilgacha tashabbusini muhokama qiladigan bir fursatdir deb ko'rsatdi. NATO'ning kotibi Stoltenberg o'ttirg'i qo'ygan NATO'ning 2030-yilgacha tashabbusida mundaq hisoblandi. NATO harbiy jihatda texnik qudrat tepishi kerak. Balki xalqaro ishlarga tashabbuskorlik bilan aktiv taqobil turishi lozim. Cümleden Jungoning xalqaro siyosatda G'arbiy Tinch okean bexatarligi, dunyoning bexatarligiga xris e'lon qilganlarni o'z ichiga oladi. Demek xalqaro ishlarga arilish kerak. Anda xrislarga va tahdidlarga taqobil turish kerak. Jungoning hozir xalqaro siyosatga arilishib chiqayotganligi va G'arbiy Tinch okean rayoniga tahdid paydo qilganligi, xris e'lon qilganligimi NATO taqobil turadigan, NATO arilishadigan, NATO planga oladigan bir xris va NATO diqqat qiladigan bir tahdiddir. Şuna bugün Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat ishlar kotibi Antony Blinken Belgiyaga Brusselga berib, NATO'ning ministr darajaliklar yig'iniga qatnashib, nima ish qildi? Jungoning xrislari va tahdidiga taqobil turishni muhokama qildi. Bir qancha tushunishlik bo'lyapti, hurmatli vatandosh bu ishlar, ha?
Reyker mındaq ko'rsatdi. Yordamchi Davlat ishlar kotibi Reyker mındaq ko'rsatdi. Davlat ishlar kotibi Antony Blinken Brussel yig'inida nutq so'zlaydi. NATO'ning muhimligini ta'kidlaydi. Davlat ishlar kotibi Antony Blinken Yevropa İttifaqı komitetining raisi va tashqi siyosatga mas'ul rahbarlari bilan ko'rishib, iqtisodni asliga keltirish tirishchanligi, jo'qimlik virus va Jungoga Rossiyaga qandoq taqobil turish xarakterlik, yer shari xarakterlik masalalar bo'yicha suhbat o'tkazadi. Diqqat vatandosh, Jungoga qandoq taqobil turish. Yangi vazifaga o'tirgandan keyin Davlat ishlar kotibi Antony Blinken o'tgan hafta Tokyo, Seulni ziyorat qilib, davlat mudofaa ministri Austin bilan birlikda Amerikaning Osiyodagi ittifoqdoshlari Yaponiya, Koreya diplomatlari, davlat mudofaa ministrlari bilan ko'rishdi. Hamda Jungoning tahdidiga o'rtaq taqobil turish jihatda Yaponiya tarafining aktiv qo'llashi va Koreya tarafining aktiv ovoz qo'shishiga erishdi. Osiyo ziyoratida Jungoga taqobil turish Yaponiya qo'lladi, Janubiy Koreya qo'lladi, erishdi. Davlat mudofaa ministri Austin bu natijaga erishdi. Davlat ishlar kotibi Antony Blinken bu natijaga erishdi. Prezident Joe Biden 1-oyning 20-kuni vazifaga o'tirgandan keyin sobiq prezident Trump hukumatining Jungoga qaratgan siyosatlarini saqlab qolmasdan ittifoqdoshlar bilan hamkorlashishga texnik ko'p e'tibor berib, Jungoning xirislariga, tahdidiga o'rtaq taqobil turishni ta'kidladi. Mana bu leksiyamiz oxirlashdi. Muhim leksiya baş nima dedik? 3-oyning 20-kuni Tashqi ishlar ministri Rossiya Federatsiyasi Sergey Lavrov Beijingga ziyoratga. 3-oyning 22-kuni Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat ishlar kotibi Antony Blinken Belgiyaga Brusselga NATO'ga ziyoratga. Hurmatli vatandosh,